Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomizda qanaqa qilib Kinoat ochish haqida ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda Telegramdagi Kodex Jahon, ya'ni meni Telegram kanalimga obuna bo'lishinglar kerak, chunki bu kanalda o'sha Kinoat ochish uchun kerakli bo'lgan kod mavjud va bu kodni mana o'sha aytib o'tganimdek Telegram kanalimdan yuklab olasiz. Ochilgan kodga kirib olamiz. Hozir mana faylni ham ochib oldik. Xo'sh, bu yerda bot token, bot ID raqami va admin ID raqami so'ralyapti va bu userga admin username qo'yishimiz kerak. Bu yerda esa database'lar haqida ma'lumot ketmoqda. Bu database nomlari mana shu ikkalasi. Bu esa database'ning paroli bo'ladi. Xo'sh, birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu Telegramdan bootfazer botini topib olishimiz kerak. Bu ya'ni botimizni ochish uchun kerak bo'ladi. Birinchi navbatda bu yerdan new botni tanlaymiz va bironta nom yuboramiz. Kino test bot. Masalan, Kino username qo'yishimiz kerak. Hozirgi narsa bu Kino botimizning nomi bo'ladi, ya'ni mana shunga o'xshagan nom. O'shanda username qo'yishimiz kerak botimiz uchun. Kino 0122 bot. Xo'sh, mana hammasi yaxshi ishlayapti. Ya'ni bu user band emas, buni olishimiz mumkin. Ko'rib turganlaringdek hammasi tayyor deb chiqmoqda va bu yerda bizga botimizni API tokeni berilgan. Buni nusxalab olamiz va kod tahrirlovchimizga qaytamiz. Mana shu joyning o'rniga hozirgi yaratilgan narsani qo'yib olamiz, ya'ni shuni. Hop, endi ID bot deyapti. Bu ID bot mana shuni boshidagi narsa bo'ladi. Buni nusxalamiz va bu yerga qo'yamiz. Hozir bu yerga admin ID raqamini yozishimiz kerak, ya'ni o'zimning ID raqamimni yozaman, bas edi. ID raqamga Nazarjonov. Xo'sh, save with messages using for bot. Mana ID raqamni ham nusxalab oldim. Va endi hozirgi joyga qaytib ID raqamni qaytarib qo'yamiz. Xo'sh, barchasi endi deyarli joyida va bu yerga username'imizni qo'yishimiz kerak. Hech qanday boshida kuchukcha yoki t.mail'arsiz. Hop, endi ikkinchi navbatda qiladigan ishimiz bu web hostimizga yetib olishimiz kerak, ya'ni hostingimizga. Xo'sh, men hostingimni tanlayman va hostingimga o'taman. Xo'sh, mana hostingga ham o'tib oldik. Hostingda menimcha sizlarda ham shunday chiqishi kerak. Xo'sh, endi birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu baza danni ochib olishimiz kerak. Xo'sh, bu yerdan film uchun menga kerak emas. Hozir ortiqcha joylar to'lib qolgan ekan, shuni to'g'rilayapman. Xo'p, bizga endi Kino botimiz uchun database nomini yaratishimiz kerak. Bu database nomi bo'ladi. Bu yerga esa istalgan turdagi parol qo'yishimiz mumkin. Men random tanlashni qilaman. Eslatib qo'yay, parol esimizda qolishi shart. Chunki bu kelajakdagi, ya'ni hozir kodimizdagi nastroykalar uchun kerak bo'lib qoladi. Hop, saqlaymiz. Kino hozirgi database nomini nusxalab olib, mana bu yerga qo'yamiz, mana bu ikkalasini o'rniga. Bu yerga esa hozirgi database parolini yozamiz. Database nomini nusxalab olish shart. Nomini ham parolini ham nusxalab olish kerak. Xo'sh, barchasi tayyor. Endi Ctrl Shift S Documents yuklanmalar ayobi emas. Bizga xo'sh, mana men saqlab ham oldim. Xo'p, saqlaganimizdan so'ng bu yerdan chiqsak ham bo'ladi. Endi asosiy qiladigan ishimiz bu menejer fayliga o'tamiz. Agar sizlar ESP menejerdan foydalanayotgan bo'lsangiz, shunday qilishingiz kerak. Bu yerda esa hostingning nomi turadi. Bu yerdan bironta papka yaratib olamiz.
kino 0122. Katalog ham yaratildi. Bu yerga qaytib kirdik. Endi bu yerdan загрузить qilamiz, ya'ni hozir saqlagan faylimizni yuklaymiz. Kino 0122 загрузить. Xo'sh, mana загрузка завершена deyapti. Yuklab olish muvaffaqiyatli bo'ldi. Xo'sh, bizga kerak bo'lgan narsalardan biri bu mana shu joyigacha nusxa olib olishimiz kerak. Qolgan joy kerak bo'lmaydi. Xo'sh, hozir belgilangan joydan nusxa olamiz va Telegramga qaytib qidiruvga webhook deb yozamiz. Bu yerdan bironta botni tanlab olamiz. Masalan, shuni tanladim. Xo'sh, bularni ayrimlari ishonchli, ayrimlari esa ishonchsiz bo'lishi mumkin. Ba'zilari sizning o'zingizning tokenni o'g'irlab olish ham mumkin. Hozirgi fayl havolani jo'natib qo'yamiz. Bu bizga kerak bo'ladi. Buni tokenni qayta nusxalaymiz va shu botga qaytarib webhook ulashni ezamiz va bot tokenni yuboramiz. Bot kino test bot fayl adresini yuboring. Masalan, shunday bo'ladi. Hozirgi nusxa olgan narsamizni copy link qilamiz. Copy link emas, copy text qilamiz va bu yerga qaytib nusxa olgan narsamizni qo'yamiz va boshiga shunday qilish esingizdan chiqmasin. Ko'rib turganingizdek, men boshiga https ikkita nuqta va ikkita chiziqcha qo'ydim. Bu albatta shart. Agar o'zi boshida bo'ladigan bo'lsa, deyishingiz shart emas. Hop, endi jo'natamiz, enter qilib webhook ulandi, info webhook was set. Ya'ni webhook muvaffaqiyatli ulandi degani, bu degani botimiz ishlash kerak. Mana ishladi ham. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bot muvaffaqiyatli ishga tushirildi. Kodlarni qilinishi bu ishlamasligi aniq, chunki biz hali nastroykalarni to'g'irlamadik. Panel deb yozsak, botning admin paneliga o'tadi. Bu yerdan statistika bo'limi bor. Bu yerda jami a'zolar va kinolar haqida ma'lumotlar beradi. O'rtacha yuklanish 289 ping. Bu yaxshi. Xo'sh, asosiy narsalardan biri bu kanallar bo'limi. Kino kanalni ulash shunchalik majburiy emas-ku, lekin bir tomondan kerak ham bo'ladi. Yangi kanal yaratib olaman. Hozirgi botimizga ulashimiz kerak. Shuning uchun kino 0122 save. Endi qidiruvga kino botimizni userni yozamiz. Kino 0122 va adada make admin. Albatta hozirgi botimizni admin qilishimiz shart va admin qilindi. Endi esa kino kanal havolasini yuboring deyapti. Hozirgi kanalimizning havolasini yuboramiz. Eslatib o'tay, agar bu kanalga admin bo'lmagan bo'lsa, ya'ni ulamoqchi bo'lgan kanalingizga admin bo'lmagan bo'lsa, ulanmasligi mumkin. Kino kanal o'zgartirildi degan xabar chiqdi. Bu yaxshi. Hop, kanal ulash bo'limida majburiy buni ulamoqchi bo'lgan kanaldan forward shaklda xabar yuboring deyapti. Bu masalan bu kanalga salom yoki biron bir xabar jo'natsangiz bo'ldi yetadi. Va buni mana shu yerdan forward xabar orqali yuboramiz. Hozirgi botimizni tanlaymiz. Emas ekan. Change reception. Mana botimizga forward xabar shaklida yubordik. Eslatib o'tay, bu yerda forwarded from kino 0122 degan yozuv bo'lishi shart. Xo'sh, mana hammasi tayyor bo'lmoqda. Statistika bo'limidan va bu yerda kino qo'yish bo'limi bor. Bu bo'lim orqali botimizga bemalol kino qo'ysangiz bo'ladi. Adminlar bo'limi, bu yerda adminlar qo'yishingiz mumkin, ya'ni botingizni paneldan foydalana oladigan odamlarni qo'yishingiz mumkin. Masalan, botingiz biror kun ko'tarilib ketdi ham deylik va botingizga bo'sh vaqtingiz bo'lmayapti. Shunda bironta sherigingizni admin qilib qo'ysangiz bo'ladi, o'zi yordam berib turadi. Bu yerda post xabar va forward xabar mavjud. Post xabarda bu oddiy xabar va bu yerda kino qo'yish bo'limi bor. Bu bo'lim orqali botimizga bemalol kino qo'ysangiz bo'ladi. Adminlar bo'limi, bu yerda adminlar qo'yishingiz mumkin, ya'ni botingizni paneldan foydalana oladigan odamlarni qo'yishingiz mumkin. Masalan, botingiz biror kun ko'tarilib ketdi ham deylik va botingizga bo'sh vaqtingiz bo'lmayapti. Shunda bironta sherigingizni admin qilib qo'ysangiz bo'ladi, o'zi yordam berib turadi. Bu yerda post xabar va forward xabar mavjud. Post xabarda bu oddiy xabar. Post xabarda hozir mana bu shunday bo'lib keladi. Salom degan xabar keldi. Yuborish tugallandi. Xo'p,
post xabar bilan forward xabarni nima farqi bor desangiz, hozir ko'rsataman. Forward xabarda xabar yuborsangiz, xabar kimdan yuborilganligini kuzatib turadi. Ya'ni forwarded from Nazarjonov, ya'ni mendan yuborilganligi ma'lum bo'lib qoldi. Agar oddiy post xabar jo'natsangiz, kimdan yuborilganligi ma'lum bo'lmaydi. Bloklash va blokdan olish bu botdagi foydalanuvchilar uchun qilinadi. Ya'ni bloklab qo'ysangiz, botdan hech kim foydalana olmaydi. To'g'rirog'i, bloklangan foydalanuvchi foydalana olmaydi. Agar blokdan olsangiz, foydalanishi mumkin. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Ko'rishguncha xayr.